Assalomu alaykum, Umra ziyorati kanalining qadrli obunachilari, barchangizga xayrli kun tilaymiz do'stlar. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Tour firmasining rasmiy ofisidamiz do'stlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga 2026-yil iyul va avgust oylariga umra narxlari necha pul bo'lyapti va shart-sharoitlarimiz qanday bo'lyapti, shular haqida batafsil va to'liq ma'lumotlar berib o'tamiz. Albatta videomiz boshidan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka opa-singillarga mana shu videoda maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa siz obunachilarimizga juda ham chegirmali va shart-sharoitlari a'lo darajada bo'lgan, xudo xolasa 14 kunlik safarni ma'lumotlarini berib o'tamiz. Bizdan uzoqlashmang, biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozirgi kunda bizda Farg'ona, Jidda va Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz tashkil qilingan. Ya'ni haftaning har chorshanba sanasiga Farg'ona, Jiddaga, haftaning seshanba sanasiga esa Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha parvozlarimiz amalga oshirilyapti. Agarda siz ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, hoziroq biz bilan bog'laning, aloqaga chiqing va joylaringni bron qilinglar. Ekrandagi raqamlarda Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar bor. Bemalol musofirdan bo'lib turib ham bizga bog'lanib va ota-onangizga xudo xolasa mana shunday chiroyli tarzda umra safarini sovg'a qilish imkoniyati ham bo'ladi do'stlar. Ya'ni sizga mana shunday 14 kunlik umra safari uchun ota-onangizning ismi, familiyalari va qachon qayerdan uchishlarigacha yozib olib borib topshirib berishni ham yo'lga qo'yganmiz. Bu faqatgina Farg'ona, Marg'ilondan kuzatayotgan yaqinlarimiz uchun maxsus videorolik. Bu mana shu tabriknoma. Agarda siz boshqa viloyatdan bo'lsangiz ham yozib bizga pasportlarni tashlab bron qiladigan bo'lsangiz, biz mana shunday sertifikatlarni o'zimiz firmamiz tomonidan chiqarib beramiz. O'zingiz olib borib topshirib olsangiz ham bo'laveradi do'stlar. Xo'p, hozirgi kunda do'stlar qabullarimiz avgust oyiga ham boshlangan. Ya'ni o'sha har hafta seshanba, chorshanba 12 ta viloyatdan bemalol telefon qilishlari mumkin. Toshkentdan ham primoy bo'ladi, Farg'onadan ham primoy bo'ladi. Safarimiz 14 kunlik bo'lib, 14 kun mobaynida 3 kun Madina Munavvarada va 11 kun Makka Mukarramani tashkil qiladi. 3 kun Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, 11 kun Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari taqdim qilinadi. Va bundan tashqari Madina Munavvarada 150-200 metr gostinitsa oroli masofamiz, Makka Mukarramada esa 800-900 metrni tashkil qiladi. Bemalol piyoda borib kelsangiz ham bo'laveradi. Bundan tashqari yosh katta insonlarga, hojona hojdadalarga, ya'ni avtobuslarni ham yo'lga qo'yganmiz. Avtobus xizmatlari ham bor do'stlar. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, o'zlaring misol uchun Telegramda yozsangiz, sizga gostinitsaning sharoitlari va oraliq masofalarini tashlab beramiz. Bemalol o'lchab ko'rishlaring ham mumkin azizlar. Hozirgi kunda Madinada hurmatli obunachilar Merosh Toyiba va Al Madina degan gostinitsalarga joylanyapti. Buni ko'pchilik borganlar biladi. Makka Mukarramada esa Diyor Al Aruba degan gostinitsalarga joylab borilyapti. Ya'ni bu gostinitsalarimiz 4 yulduzli hisoblanadi. Sharoitlar juda ham zo'r, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa borganlar ham, bormaganlar ham xudo xolasa boradigan bo'lsa, sharoitlari juda ham zo'r. Sizlar bilan birgalikda 14 kun mobaynida tajribali va malakali 50 boshlar hamrohligida 14 kun mobaynida 10 dan oshiq ziyorat va sayohat va ekskursiyalarga olib chiqib keladi va Qizil dengiz sayohati. Va bundan tashqari birinchi bo'lib boriladigan narsa Madina Munavvaradan ziyoratlar boshlanadi. Ravza-i Sharifga olib kiriladi, Xurmo bog'iga olib boriladi va bundan tashqari Qur'on bosmaxonasi agar ochiq bo'ladigan bo'lsa borasizlar. Jidda shahrida esa Qizil dengiz sayohati ham bonus tariqasida qo'shib beriladi. Eng qiziq joyi bir martalik to'lov evaziga 2 marta umra qilish nima deyapti azizlar? Ya'ni Toyib shahriga ham yo'nalishlarni tashkil qilganmiz. Sizlar mana shu hamrohlikda, 50 bosh hamrohligida billa borib o'zingizga tushungan joylaringizni tushungan, tushunmagan joylaringizni bemalol so'rab, xudo xolasa mana shu safarni 14 kun mobaynida amalga oshirib kelish imkoni bor do'stlar. Hozirroq biz bilan bog'laning. Ekrandagi raqamlar 24 ga 7 xizmatingizda do'stlar. Telegram orqali, WhatsApp orqali ham bemalol murojaatlarni yo'llashlaring mumkin azizlar. Xo'p, hozirgi kunda hurmatli obunachilar, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha narximiz $1050 qilib belgiladik. Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha narximiz esa 1100 ni tashkil qiladi. Bu standart plus paketimiz, ya'ni komfort paket bilan birlasha oladigan paketlardan biri hisoblanadi azizlar.
bemalol biz bilan bog'lanib, joylarini bron qilsalaring bo'laveradi. To'lovlarimiz siz istagan usulda, ya'ni siz Telegramdan Zagram pasportlarni bersangiz, sizlarga xodimlarimiz bank shot raqamlarini beradi. O'zingizga yaqin bo'lgan, xohlagan bank ofis yoki filiallardan to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'laveradi. Ya'ni xolasangiz, misol Farg'ona Marg'ilonga kelib, o'sha O'ram choyxonasining yonida ofisimiz, rasmiy ofis, rasmiy kassa orqali ham naqd pulda to'lovlarni amalga oshirsangiz bo'laveradi. Siz xohlagan paytda, xohlagan usulda to'lovlar qilaverasizlar. Bemalol chekini taqdim qilsalaring bo'ldi, sizlar joylaring bron bo'laveradi. Ekranda raqamlar 24/7 xizmatingizda, bizni kuzatib boringlar do'stlar. Sizlarga qo'limizdan kelganicha mana shunday ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga mana shu videoda maksimal darajada qarindoshlar guruhlariga, yori birodarlar guruhlariga videoni tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Rahmat.